Hammaga salom do'stlar. Bizning bugungi rubrikamizda mehmon bor. Bu ham bo'lsa aka-ukani jiyani Yusufjiyan. Yaxshi kelding? Yaxshi. Zafar, bugun nima rubrika qilamiz? Bugun bir qanaqadir degustatsiya qobiliyatlarini tekshirib ko'ramiz-da jiyanda, to'g'rimi? Shirinlik yoqadimi? Yoqadi. Bo'ldi. Demak, bizda senga zo'r reja bor. Har bitta shotdagi Yusuf degustatsiya qilib ko'rayotgan shirinliklar biz u hammasi bizning o'zimizning mahsulotlar bo'ladi. Sizlar ham do'konlardan faqatgina bizning mahsulotlarni sotib olinglar, chunki bizning mahsulotlar Zo'r. Turetskiy, halol va mazasi вообще zo'r. da, yeb ko'rsanglargina faqat buni bilishinglar mumkin bo'ladi. Hozir Yusuf ham bizning mahsulotlarni birma-bir degustatsiya qilib ko'radi. Nima yegan kelyapti birinchi? Nima bo'lsa shu yeyman. Nima bo'lsa o'sha yuraman. O'zi yurar ekan. Va, bo'lmasa boshlaymiz. Bizning birinchi shirinligimiz marmelad. Marmelad. Mana Jalapeno Bears, ya'ni gummy ayiqchalarning hozir mazasini tatib ko'ramiz. Shuning uchun bu menga yoqadigan marmeladlardan bittasi. Tatib ko'ramiz, mas tatib ko'ramanmi? Ha, tatib. Biz ham yeb ko'rsak bo'ladi, tak. Yesak bo'ladi. Cheset qanaqa mazasi? 1 dan 5 gacha baho qo'yamiz. Biz bunga uyushtirib mana bunaqa baho bersan demaganmiz, to'g'rimi? O'zing cheset baho berasiz. Pul olgansan. Yaxshi, keyin ozma yeganimda mandanitam kelar ekan. Baho 5 dan 4,5. 4,5. 4 chiziqcha 5. 4, ana nima deydi? Virgul 5. Nuqta 5. 4,5 ball. Nimaga 4,5 ball berding menga? Prям vau bu yoqmadi senga. Yoqdi, lekin vau emas. O'chira olsin. Yo'qlashaylik. Kel güzel. Bizda keyingi mahsulot Dipponi Oreo'li kornet. Bu kornet boshqa kornetlardan ajralib turadi. Aynan Oreo'ligi faqat bizning kompaniyada bor, Candy Toys'da Dippo. Bo'lmasam, Yilarim kelib ketdi. Qani unda bittasini ochib baho ber. Voy, Oreo'ligidan yegim keldi do'st. Oreo'ligidan ish kerakligini. Asta-bir qilamiz, asta-bir qilamiz. Asimar. Ochib yegin. Ochib ye bo'ldi. Wow, buni qaraydi. Wow. Menga qora shikolatlar yoqadi. Menga esa qora qizlar. Og'zini ochib olsang, to'g'ri bo'ladi. Qalay mazasi? Hamma yaxshi. Oreo. Hop. Qarachi o'shanga o'xsha ekanda. Aha. Yaxshi. Necha baho qo'yamiz? 4. 4. Zo'r. Yeb yotibdi-yu, indamasa, ha? Unda keyingi shirinlik o'tamizmi? O'tamiz. Katta. Bizdagi navbatdagi shirinlik yana marmelad, faqat bu peach rings. Bu degani shoptolli uzuklar degani. Senga qanaqasi yoqadi o'z marmelad? Yaxshi. Yaxshisi? Qani, olchi. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Aytmoq shu joyda bizning marmeladlarimizni ajratib olish yo'lini bitta ko'rsatib ketsak. Qaranglar. Bizning marmeladlarimiz ustiga hammasiga Jalapeno deb yozilgan bo'ladi o'rtoqlar. Jalapeno marmeladlar aynan bizning o'zimizning mahsulotimiz bo'ladi. Sizlarga o'zimizning mahsulotimizni sotib olishni maslahat beramiz do'konlardan, to'g'rimi? Albatta. Qanaqa ekan ta'mi? 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarda necha ball berasan? Necha ball berasiz? Men imini shakarli versiyasi emas, menga nargi boshdagi ayochali versiya yoqqani uchun ham bunga 1 dan 4,5 bergan bo'laman. Chunki ta'mi o'zi haqiqat yaxshi, lekin nargi menga shakarsiz varianti ko'proq yoqadi marmelad. Chunki hammaning vkusi har xil-da. Sengachi? Men 4. Shakar ko'p shirin bo'lib ketgan, nabora shirini ko'p bo'lsa maza qilib yemaydimi odam? Yo'q, kam yeydi odam. Ha, endi hammaga har xil-da. Bo'ldi, keyingisiga o'tamiz. Bu gal menimcha jiddiylashib ketdi-yu. Albatta. Zafar buncha pullarni, bu Yusuf buncha pullarni nima qilar ekan? Qani. Nimanikida kelyapti bilasizlarmi? Qimmat. Dollar. Tillar. Ha! Senga xazina olib keldim. Xazina. Endi bu xazinani ta'min etasan. Qani, och. Tillarni aniqlashdacha tishni bossang yumshoq bo'ladi-da, izi tushishi kerak. Ko'rdingmi? Izi tushdi demak tilla. Maza qilyapsan-ku tillarni. Tillari suv ichganman-ku, lekin tillari ishkilat yemagan ekanman. Hidi yoqyapti. O'zi hammasi yo'qotdi senga. Bu jonni ko'rsin. Lekin ma'nosiga 5 bera olmoqsan. Hammasi yo'qotdi lekin. Ko'rsam, hech kimga bu jonga so'raymiz. Xo'p, endi baholashga o'tamiz. Qani Yusuf, bu tilla shirinlikka necha baho berasan? Tilla bahodan beramiz. Qanaqa necha? 5 beramiz. Bunga 5. 5 ketdik. 5 ketdi. 5 ketdik. Zo'r. Endi qaranglar o'rtoqlar, bizning tillali mahsulotni ajratib olish uchun do'konlarda mana shunaqa Dippo yozig'i borni qo'ydi. Chunki boshqasini olib qo'yib sizlar bizning mahsulotga 4,5 baho berib qo'yishlar mumkin. O'shaning uchun ham faqat bizning Dippo yozig'li
ushbu shirinligimizni olishlarini maslahat beramiz. Zafar, nima kanalga obuna bo'lish yetmayapti? Ular obuna bo'lishmayapti-yu. O'shada, o'shaning uchun videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biza obunachilar bilan video qilmoqchimiz. Sizlar bo'lsa podpiskani bosmayapsizlar. Jiyanning o'rnida sizlar bo'lishingiz mumkin kengash. Bo'lmasa endi bizada 5-mahsulot. Ko'zingni och. Mana. Mana, ko'rinmas marmelad. Qanaqa ekan? Baho ber bunga. 10 ball. 10 ball. O'zi 5 gacha 10 ball. Premium. Premium. Ko'rlatimiz beramiz mana. O'rtalar u bu yoqda. Mana, bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Qaysi rangidan bering? Qizilmi, sariqmi? Qizilmi yoki sariq? Senga qaysi biri yoqadi? Tillasi yo'qsari. Tillasi? Tillasidan beramiz mana. Qolsa orqasida ko'k ham bor. Tillasi yaxshi. Tilla rangisi. Senga eslatib qo'ying, bu dipponi ichidan o'yinchoq chiqadi va o'yinchoqni senga podarka qilib yuboramiz. Obunachilarga. Davay, Telegram kanaliga tez obuna bo'linglar va shu yerda mana shunday ishlab chiqqan o'yinchoqni o'ylab olamiz. Va uylarga dastavka qilib olib beramiz. Nima o'yinchoq chiqdi ekan? Dinozavr, tumsoq. Tumsoq. Krokodil gena. Krokodilmi-ku yo'q, anaqami? Tumsoqmi? Akula. Qani buni yasa endi. Bosh qotirish kerak. Ha, birinchi buni o'qish kerak birinchi. Nima bu lakostimi? Ha, Voy, bu anaqa emas, tumsoq emas, bu qanaqadir dinozavrchi. dinozavr ekan. Jinimizdan o'tgan emas, olib tashlash kerak, ortiqchasi bor. Mana bo'ldi endi kerak. Voy, qaranglar, Yusuf bitta narsani yo'qolmayapti. Shu shokoladni ochamiz. Shokolad emas, morojniy. Morojniy emas, bu kornet. Kornet. Har doimgidek o'zingizlar bilasizlar, Dippo kornetlarni xarid qilinglar. O'sha men logotip katta chiqarib qo'ygin, ko'rsin, bilasiz, odamlar. Qani? Ustida anaqa deymizlar bor ekan. Yoqdimi Yusuf? Qanaqa bu? Rostdan yaxshimi? O'yinchog'i ham chiqadi. Mana o'yinchoq. Necha ball beramiz? 5 ball. 5 ball. O'yinchoq Niyam besh bo'lganigami yo mazasigami? O'yinchog'iga 1 ron olaymi? O'ziga mahsulot o'yinchog'iga 5, to'g'rimi? 5, ana virgul 1 bo'ladi-yu. O'shanaqa 1 berdim bunga. Ha, 5 u 1. 5, xullas 5. 5. 5. 5 ketdi. Qarang, ko'chada 1-2 kundan beri yomg'ir yog'yapti. Da. Yana yomg'ir yog'adi. O'shaning uchun ham bunga soyabon kerak. Soyabon beraylik. Ana senga soyabon. Zontik. Ochib qani boshingga to'sishi buni? Bundan chiqadi-ku. Hoppa. Bilmayman. Aha. Shunday yaxshikan. Bunga ham 4,5 bosib beramiz. 4,5 bosib yuboramiz. Jigar. Jigar? Sizlar like bosib yuborib, kanalimizga obuna bo'lib. Qolganlar qo'shnilardan ham obuna bo'lib qo'ying. Bundan kattasini topa olmadim, jigar. Sizga bundan katta bolani topa olmadik. Bolajoningizga olib berib yubormaysizmi, jigar? Voy. Ular o'rtoqlar aytmoqchi. Sizlar qaranglar, bizning videoni 100 mingtadan oshiq odam ko'radi, lekin podpiskachi bitta videodan 1000 ta 500 ta kelyapti-da. O'shani har bitta videoda 10 mingta keladigan qilishimiz kerak. Qancha ko'p obunachi kelsa, shuncha tez sizlar bilan videoga tushamiz bolalar. Shuncha shirinlik va sizlarga tarqatamiz. Agar sizlar ham bizning ko'rsatuvimizda chiqish xohlasanglar, demak, obuna bo'lib qo'yinglar. Ha, aytmoqchi-ki, bizning orzuyimiz bor. Bu 100 mingta obunachi bo'lish. Agar biz 100 mingta obunachi bo'lsak, Zafar bilan biz boyib ketadi. Qaranglar, agar biz 100 mingta obunachi bo'ladigan bo'lsak, ko'rsatuvlarni haftasiga 2 tadan chiqarishni boshlaymiz, to'g'rimi? Albatta. Shuning uchun bizga 100 mingta obunachi kerak. Agar biz 100 mingta obunachi bo'lishni boshlasak, sizlarga podarkalar tarqatamiz, xullas zo'r aksiyali o'yinlar tayyorlaganmiz. Bizani bilasizlar, yomon videolar qilmaganmiz YouTube'da. Yana ham zo'r videolar qilishni boshlaymiz. Bos. Bos. Mana aka-ukalar, bizning videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Lekin shundan oldin jiyanga qaysi shirinlik eng ko'p yoqqanini so'raymiz. Yusuf, senga ko'proq eng qaysi shirinlik yoqdi? Bittasi yo ikkita yoqdi-da. Nu, qop, ikkita bo'lsa ikkitasini tanla. Birinchisi mana jelopi o'sha. Va sen bizning videomizda ishtirok etganing uchun senga shu boksimizni taqdim qilamiz. Mana. Va yana aytmoqchi, senga o'zing xohlaganingcha Kornet beramiz. Kornetlardan beramiz. Olib ketishing mumkin va sen bizani videolarimizda ishtirok etganingcha aytmoqchi. Sizlar ham ko'rsatuvimizga shunaqa ma'lumotlarni olib ketishingiz mumkin. Prosta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'ldi. Biz o'zimiz bilan tanlab olib ko'rsatuvimizga. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Videoga like bosishni unutmanglar lekin.